بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ey Allahqa, Allah'ның peygamberige iman etqan ve İslam şeriatiga amal qiladigan kishilar, sizlarga ijozat berilmaguncha payg'ambarning uylariga kirmanglar. Tamoqqa chaqirilgan vaqtinglarda burun kelib tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar, lekin qachon chaqirilsanglar shu chaqda kirib tamoq yeb bo'lgandan keyin aranglarda parang selib o'ltirmay hamon tarqab ketinglar. Chunki sizlarning payg'ambarning uyiga tamoq yeyishdan burun kelib o'ltirishinglar va tamoqdan keyin parang selib o'ltirishinglar uni ranjitib qo'ydi. Payg'ambarning sizlarni chiqib ketinglar deyishga haqqi bor turuqliq sizlarga bundoq deyishdan tortinadi. Ammo Alloh haqiqatni bayon qilishdan tortinmaydi. Agar sizlar payg'ambarning ayollaridan qochqucha degandek bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab olinglar. Mundaq qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini bir-biringlarga bo'lmag'ur xiyollarda bo'lishdan eng pok tutadi. Chunki bir-biringlarga qarash fitnaga sabab bo'ladi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullahdan keyin uning ayollarini ilishinglarmi mangu durust emas. Chunki bundaq qilish Allohning dargohida cho'ng gunohdir.